Dunyo bo'ylab yetarlicha baholanmagan filmlar juda ham ko'p. Hattoki mashhur aktyor Leonardo DiCaprio ham shuncha yil mehnat qilib, faqatgina tirik qolgan filmidan keyin zo'rg'a Oscarga ega bo'lgan. Bugungi Test Drive'dagi modelimiz ham xuddi shunday holatga duch kelib, aynan O'zbekiston hududida men o'ylashim bo'yicha yetarlicha baholanmagan. Chunki uni ishlab chiqarish vatani, ya'ni Xitoyda, Rossiya Federatsiyasida yoki boshqa ko'plab davlatlarda juda ham yaxshi ko'rishadi. Bugun ushbu model O'zbekistonda nega unchalik taniqli emas, nega uni uncha yaxshi ko'rishmaydi yoki u haqida bilishmaydi? Mana shu narsalarni to'liq ko'rib chiqib, avtomobilni sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov va Geely Manjaro modeli. Ketdik. Поехали. Let's go. O'zi har doim aytaman-ku, bizning bozorimizga kirib kelayotgan yangi avtomobillarni tashqi ko'rinishi, texnik xususiyatlari yoki qulayliklardan ham avval uni narxi qiziq. Geely avtomobillari O'zbekistonda rasman sotuvga chiqqan, ya'ni Geely O'zbekiston rasmiy distribyutor orqali sotiladi. Manjaro modelining narxlari esa quyidagicha. U ikkita komplektatsiyada sotuvda mavjud. Kelinglar modelni ko'rib chiqishdan avval Geely haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Geely Xitoydagi juda ham yirik korporatsiyalardan biri va uning hisobiga Zeekr, Linko, Volvo kabi va boshqa brendlar kirib ketadi. Aynan bu Manjaro modelining asosi, ya'ni arxitekturasi dunyodagi eng xavfsiz avtomobillardan biri hisoblangan Volvoga tegishli. Dizayni ham albatta Shanxaydagi Geely Design Studio tomonidan yaratilgan. Albatta Volvodagi injenerlar yordamida. Kapotining ostida 2 litr hajmga ega bo'lgan turbo dvigatel o'rnatilgan. 238 ta ot kuchi. Boya aytganimdek, ikkita komplektatsiya. Birinchisi old privodlik, ikkinchisi esa mana bu to'liq privodli avtomobil. E'tibor bergan bo'lsangiz, videoni aynan tog'li hududda boshladik. Chunki oxirgi paytda O'zbekistonga kirib kelayotgan yoki ishlab chiqarilayotgan yangi avtomobillar shaharda o'zini yaxshi ko'rsatadi. Lekin mana bunday to'liq privodli, 5 o'rindiqli oilaviy bahaybat crossoverni albatta tog'li hududda sinab ko'rish kerak. Chunki mana bunday avtomobil xarid qilganingizdan keyin faqatgina shaharda emas, balki sayohatga ham chiqasiz. Manjaroning gabaritlari, ya'ni kuzov o'lchamlarini ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin va hozir uni dizayniga baho berishingizni so'ragan bo'lardim. O'ylashim bo'yicha bu kamtarona, lekin bagati, ya'ni boy ko'rinishni berib turadigan uslubda ishlangan. Svetodiod optika, kunduzgi yoritish chiroqlariga e'tibor bering. Juda ham chiroyli ishlangan. Markazda bahaybat radiator panjarasi. Internet tarmoqlarida Geely logotipini o'rniga Mercedes logotiplarini qo'yib qo'ygan videolarni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Avtomobilning podveskasi bo'yicha old tarafda McPherson, orqada esa ko'p tutishli podveska o'rnatilgan. Oldida ham orqada ham diskli tormozlar va diskalari 20-o'lchamda. Harakatlanishi bo'yicha avtomobilda haydash rejimlari juda ham ko'p. Eco, normal, sport, off-road, ya'ni qorli rejimlarda haydash imkoniyatlari bor. Sport rejimiga olganingizda eco va komfortga nisbatan tezlashgani sezilarli darajada. Ya'ni hozir ekoda gaz pedalini oxirigacha bossangiz yaxshi tortadi, to'liq privod bo'lgani uchun. Lekin sportga olganingizda umuman boshqacha, motor ochilib, qanaqadir bor kuchini berib avtomobilni maksimal darajada tezlantirib beradi. Farqi sezilarli darajada. Off-roadda ham biz ataylab shu narsani sinab ko'rdik va tog'li joylarga chiqib ko'rdik. Endi biza borgan joylar balki u darajada qiyin joylar bo'lmagandir. Lekin aksariyat odamlar, ya'ni o'rta hol oila bu mashinada tog'li chiqadigan hududlarida bemalol harakatlanib keladi va hech qanaqa noqulayliklarni his qilmaydi. Podveskasi masalasida old tarafda McPherson, orqada esa ko'p tutishli podveska o'rnatilgan. Lekin bu versiyada amortizatorlari adaptiv bo'lgan ekan. Eski versiyalarda ko'p fikrlarni eshitgan edim va bu fikrlarga qo'shilaman. Avtomobil harakatlanishi qattiq, ya'ni podveskasi jostki bo'lgan. Bu mashinada ham bunday holat bor, lekin eskisiga nisbatan yumshoqroq bo'lgan. Ya'ni avtomobil taxta kabi chuqurlardan qattiq o'tib ketmaydi. Bu yerda podveskani ustida ishlashgan, lekin menimcha yangi versiyada yanada ko'proq ishlash kerak. Shaharda yurishingizga qulay, tog'li hududlarda ham yaxshi yurib berdi.
qayerdadir ozgina qattiqroq o'tganini sezdim. Bu narsani aniq tan olish kerak. Yana bitta narsa, ko'pchiligiga bu yoqmasligi mumkin, lekin avtomobilga o'tirib harakatni boshlaganingizda birinchi o'rinda tezlik chegarasini ko'rsatadi. Yo'l chiziqlarini bosayotganingizda ogohlantirish beradi, ya'ni ovozli signal bilan. Agarda burilish chirog'ini yoqmasangiz, u bir 5-10 marta ovoz chiqarib asabingizga tegishi ham mumkin, lekin menimcha bu kerakli narsa. Tasavvur qilinglar, yo'lingizda tekis ketayotganingizda bitta ahmoq kelib siqib o'tib ketsa. Mana shunaqa holatlarda haydovchi boshqalarga xalaqit bermasligi uchun bu avtomobilda burilish chirog'ini yoqmasangiz, yo'l chizig'ini bossangiz, sizga ovozli signalni beraveradi to'xtamasdan. Aslini olganda salonni qulayliklari juda ko'p va ularni birma-bir ko'rishdan oldin o'zimga yoqqan 3 ta asosiy narsani ko'rsatib bermoqchiman. Bu birinchi o'rinda head-up display. Ya'ni kimga qanaqa bilmadim, lekin shaxsan men yo'lda ketayotganimda ko'zimni uskunalar paneliga tushirishdan ko'ra head-up display orqali ko'rsatkichlarni ko'rib ketish menga qulayroq. Endi sizga qanaqa, buni izohlarda yozib keting. Ikkinchisi, kechqurun mashinada harakatlanib ketayotganingizda, ko'pchilikda bo'lsa kerak, markaziy displaydagi monitor yorug'ligi odamni qanaqadir sal chalg'itadi va uni o'chirish uchun har qanaqa tugmalarni qidirib o'tirgandan ko'ra bu yerda alohida bitta sensor qoldirishgan, ya'ni bitta bosib displeylarni o'chirib qo'yish mumkin va uni yorug'ligi sizni yo'lda harakatlanib ketishingizga xalaqit bermaydi. Va eng asosiysi, bu yerdagi quyoshdan saqlovchi visor. Ko'rib turganingizdek, u to'liq material bilan qoplanmagan, yarmi qoraytirilgan oyna. Ya'ni siz uni tushirganingizda yo'lni ko'rib ketish kamaymasdan, ya'ni oynani to'smasdan qoraytirilgan oyna orqali yo'lni ko'rib ketishingiz mumkin. Bu juda ham qulay narsa. Agarda siz ham bu narsani his qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, menimcha bu mashinani yoki shunaqa narsasi bor mashinani test drive qilib ko'rishingiz kerak. Bu haqiqatan ham qulay. Undan tashqari akustika tizimi. Bu yerda Infinity akustika tizimi o'rnatilgan. Eng asosiysi, haydovchini boshini qo'ygichini ostida ham dinamiklar o'rnatilgan ekan. Ya'ni siz avtomobilda kartani yoqib qo'yayotgan bo'lsangiz va telefonda gaplashib ketayotganingizda dinamiklardan ovoz chiqib turadi. Ya'ni butun salon bo'yicha emas, faqatgina sizni boshingiz orqasidan ovoz chiqib turadi. Telefonda gaplashayotganingizda bu juda ham qulay narsa. Tasavvur qiling, salonda odamlar o'tiribdi va sizga qanaqadir shaxsiy qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Shu qo'ng'iroq bo'lganda telefonni shunchaki ko'tarasiz va kerakli odam bilan suhbatlashib ketishingiz mumkin va yoningizda orqada o'tirgan odamlar suhbatingizni deyarli eshitmaydi, faqatgina sizning gaplaringizni. Undan tashqari rulning ortida uskunalar paneli o'rnatilgan. Uskunalar panelining sifati ham ancha yaxshi. Multi-rul, dizayni chiroyli ishlangan, boshqaruv tugmachalari mavjud. Barankasi, ya'ni dumaloqning qalinligi juda ham qalin emas va ingichka ham emas. O'rtacha, qo'lga yoqimli. Umumiy salon bo'yicha sifatini men BMW X1 va X3 lariga o'xshatdim. Ya'ni tepa qismda sifatli yumshoq plastik ishlangan. O'rindiqlari alkantara va charm kombinatsiyasida ishlangan. Bu degani mashinaning o'rindiqlari qishda sovib ketmaydi, yozda isib ketmaydi. Umuman old o'rindiqlar ham, orqa o'rindiqlar ham elektr privodda sozlanadi. Ya'ni orqa o'rindiqlar qisman elektr privodda belini sozlashingiz mumkin. Old ikkala o'rindiqda isitish, sovutish tizimi, orqada faqat isitish tizimi. Haydovchining o'rindig'ida esa massaj tizimi ham bor. Albatta, rulni isitish tizimi ham bu yerda nazarda tutilgan. Konsolda ortiqcha narsa yo'q. Mana bu fizik tugmachalar orqali siz havoni nazorat qilish tizimini, parking, ya'ni parkovka tizimini, qo'l tormozni, undan tashqari avariyka, ya'ni favqulodda holat signalini yoqib o'chirishingiz mumkin. Tirsak ostida esa bar joyi kattagina muzlatgich yoki isitgich yo'q va bu yerda bitta simsiz quvvatlash tizimi o'rnatilgan. Necha vattligi yozilmagan ekan. Yonida esa oddiygina joy, ya'ni agarda siz telefoningizni quvvatlashni xohlamasangiz, shunchaki uni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Tepa qismi alkantaraga o'xshash, lekin bu alkantara emas, oddiy mato. Qora rangda, bu juda ham yaxshi narsa. O'zi ko'pchilik avtomobil olsa, agarda patolog, ya'ni tom oq rangda bo'lsa, uni pul evaziga qoraytirishadi. Lekin bu yerda matosi sifatligina va o'zi qora rangda. Tepada esa panorama tom, luki ochiladi. Undan tashqari quyoshdan saqlovchi parda ham bor. Mana bo'yim 1.84, hozir o'zimga moslab old o'rindig'ini sozladim. Ana endi orqa o'rindig'ida qancha joy qolganini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlarga qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin orqada haqiqatan ham joy keng ekan. Old o'rindig'i o'zimga sozlagan holatimda orqa o'rindig'ida taxminan 2 ta mush joy qolgan oyog'im oldida. Bemalol oyoq cho'zib ketsa bo'ladi. O'rindiqlari ham qulaygina, faqatgina divanni menimcha sal uzunroq qilishsa yaxshi bo'lardi. Eshik kartasidan orqa o'rindiqni belini holatini sozlashingiz mumkin. Ko'rasizmi, uni ozgina yotqizsa bo'ladi. O'rtada esa
tirsak qo'yish uchun joy va stakan uchun ikkita joy ajratilgan. Agarda old yo'lovchini o'rindig'ida o'zidan ketgan do'stingiz o'tirgan bo'lsa, mana bu yerdagi yon tarafdagi tugmachalar orqali old o'rindig'ini holatini ham aniqlashingiz mumkin. Old o'rindig'i orqa tarafi esa charm va qattiq plastik kombinatsiyasida ishlangan. Orqa o'rindiqlar ham xuddi old o'rindiqqa o'xshab, charm va alkantara sifat mato kombinatsiyasida ishlangan perforatsiyasi ham bor. Orqada esa orqa yo'lovchilar uchun USB Type-C va USB Type-A razyomlari, telefon qo'yish uchun yoki mayda-chuyda solib qo'yish uchun alohida joy va alohida displey ham o'rnatilgan. Bu orqali havoni nazorat qilish va isitish tizimini yoqishingiz mumkin. Manjaroning O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri raqobatchisi kim bo'lishi mumkin? O'ylashim bo'yicha bu Kia modellaridan Sportage'ning Style va Sorento modelining Comfort pozitsiyalari. Chunki ushbu modellar aynan benzinda harakatlanadi. Qulayliklar bo'yicha ustunlik ro'yxatini esa ekraningizda ko'rib turibsiz. Albatta bu taqqoslash aynan O'zbekiston bozorida rasman sotiladigan, benzinda harakatlanadigan va aynan narx borasida bir-biriga yaqin avtomobillar o'rtasida. Elektromobil va gibridlar bundan mustasno. Internetda ba'zi ma'lumotlarni eshitdim. Manjaro yo'l yaxshi ushamas ekan, ya'ni burilishlarga kirayotganingizda o'zini tashab, qanaqadir yo'l ushab turmas ekan deyishdi. Lekin men bu mashinani 5 kun haydadim va har xil holatlarda manyovrlar qilib sinab ko'rdim. Internetda eshitgan ma'lumotlarimni birortasiga tasdiq topmadim to'g'risi. Yo'li zo'r ushiydi, tortishi zo'r, boshqaruvi yaxshi darajada, rulsizni eshitadi, aytgan narsangizni qiladi. Bilmadim endi bu fikrga qanaqa kelishgan, lekin shaxsan men bu narsani sezmadim. Agarda siz ham bu narsani sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, yaxshisi avtomobilni kelib shaxsan test drive qilib ko'rganingiz ma'qul. Yana bitta asosiy ko'rsatkich, bu esa yoqilg'i xarajati. Zavod tarafdan berilgan ko'rsatkichlar quyidagicha, lekin men sizlarga hozir real sonlarni ko'rsatib beraman. 5 kun ichida tog'li hududda ham, trassada ham, shahar ichida ham haydab ko'rdik. Shahar ichida ayni damda 100 kilometrga o'rtacha yoqilg'i xarajati 9.8 litrni ko'rsatyapti. Trassada yurganimizda ushbu ko'rsatkich 7,5-7,3 litrgacha tushdi. Sport rejimida bosib haydaganimizda 12-11,8 litrni ko'rsatdi. Ya'ni bu real ko'rsatkichlar. Baribir qimmat mashina olayotganda ham odamlar hozir yoqilg'i xarajatiga qarashyapti. Boya aytgan narsam, ya'ni kruiz nazorat tizimida rulni ushamasangiz, uzoq vaqt ushamasangiz nima bo'lishini hozir sizlar bilan tekshirmoqchiman. Chunki 5 kun ichida men bu narsani tekshirmadim va nima bo'lishini bilmayman. Xo'sh, kruiz nazoratni yoqamiz. Tezlikni 60 km/soatga qo'yamiz va yo'l chiziqlarini ushlab ketishni ham yoqib qo'yamiz. Ana endi rulni qo'yib yubordik. Bu avtomobil o'zini xavfsizligi bilan juda mashhur. Shuning uchun ham nima bo'lishini tekshirish kerak. Ana hozir head-up displeyda va uskunalar panelida rulni ushlash uchun menga signal berdi. Rulni ushlang deyapti. Lekin men uni buyruqlariga bo'ysunmayman. Ovozli signal boshlandi, rulni ushlang deb. Orqamizdan avtomobillar yaxshi ham hozircha yo'q. Qancha chidab berar ekan? Juda qiziq. Avariykani yoqdi va avtomobilni to'xtatib boshladi. Juda qiziq, juda qiziq. Juda qiziq. Agarda bu yerda lidar uskunasi bo'lganida, o'ylashim bo'yicha avtomobilni eng o'ng chiziqqa olib, yo'l chetida to'xtatib berardi. Lekin men bu bilan nimani tekshirib ko'rdim? Tasavvur qiling, siz yo'lda harakatlanib ketyapsiz, kruiz nazorat tizimini yoqib qo'ygansiz va bexosdan mazangiz qochib qolsa, rulni boshqara olmay qolsangiz yoki uxlab qolsangiz, mashina o'zi atrofdagilarga signal berib, ya'ni avariykani yoqib, sekin to'xtatib beradi. To'g'ri, agarda siz birinchi yoki ikkinchi polosada ketayotgan bo'lsangiz, ya'ni yo'l o'rtasida ketayotgan bo'lsangiz, yo'lni chetiga olib bermaydi, lekin ogohlantirish signalini atrofdagilarga berib, avtomobilni to'xtatib beradi va bu narsa sizga atrofdan yordam kelishiga juda ham katta plus bo'ladi.
Video so'ngida nima deyishim mumkin? Albatta, birinchi o'rinda o'zimizga va ota-onamizga mana shunaqa katta, chiroyli va zamonaviy avtomobillarni hadya qilish nasib qilsin. O'rtoqlar, men bugun sizlarga Geely Manjaroni boricha ko'rsatib berdim. Endi sizlardan bitta iltimos, u haqida fikringizni ayamasdan izohlarga yozib ketinglar. Video yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, like bosib ketish ham esingizdan chiqmasin. Va asosiy har doimgi beradigan savolim, keyingi safar qaysi avtomobilni ko'ramiz? Buni ham sizlardan kutib qolaman. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov bo'ldi.